Bugungi blogimda bo'lsa, ta'til bilan shanba-yakshanbadan boshqa shu dars yo'q vaqtda nima ish qilasiz, nimaga siz shuncha aldirash degan savolga javob berib keldim. Shanba-yakshanba darsini tugatgandan keyin mana bugun dushanba bo'lib qopti. Xizmat ishxonamga kirib, bir qo'r tozalik qilib atgandan keyin qo'limdagi zakazlarni ko'rib chiqdim. Undan keyin sizishga boshladim. Birdan sizgandan keyin bizningki Moybaq rassomlar ko'chasining yeniga yana bir sayohat ko'chasi bor. Shu Atlas ko'rgazmaxonasining yenilik ko'cha. Shu ko'chaga yana bir do'kon ochib ekan. Butunlay qo'lda yozgan zib-ziynat do'kon ekan. Shuningki lovbansiz izlab kiribdi. Mening do'konimni yangidan jo'ngshu qilgan shu do'konninki turiklar bati shunga men zo'fon rasm sizbergan bo'lsam, men seni ko'rgan shuna chiroyli rasm sizdigansan deb izlab kiribgan. Shu bilan chiqsam, ishda kichik turiklarga bek chiroyli do'koni. Biroq paranglashgandan keyin odatda shu sizlarninki bekrak yaxshi ko'radigan Atlas nusxalarining oddiy rasmlar bo'lsa, o'sha holatda loyihalab sizbergan bo'lsam, bundan keyin men yasaydigan shu zib-ziynatlarni shu holatda yasab qilmoqchidim deganlik uchun sanab baqsaq shu 10 tal turikka ashna hammasi sizmoqchi bo'ldik. Shu bilan eng gavdalanib turadigan azban shu turikka sizib chiqdim. Bir mezgil o'tgandan keyin qog'ozlar sizdigan bo'ldik. Do'kon rasm sizlatgan jarayonda mo'labansi o'ziningki qo'li bilan yasagan zib-ziynatlarni loyihalagan narsalarni men ko'rsatdi. Fayl bo'ldi. Men shunday yaxshi ko'rgan narsaga odatda men ishda qo'lni narvanchiligini bekrak yaxshi ko'rma, o'zim inchik ishni yaxshi ko'rgan bo'lgan. Asosliqi shu butunlay kumush bilan majanda uzuk, halqa qatorliq narsalarni yasayotgan. Hozir Bingshantiyanimi ilib ketdi. Beklar san'atlik alaylik balki cho'qim sizlarni yaxshi ko'rib qolasizlar. Shu do'konni hozir ichib bo'ldi. O'zinglar yasab ilib kelsanglar bo'ldigan turim balki. Shu bilan mana rasm sizishni boshlab ketdik. Sizlarmi meningki sharqatdan naqshbinlarimni qilayotgan ishlarimni ko'rib, meni o'zi xohlagan ishlarni qildiga bek erkinkan, ishlashni yaxshikan deb o'ylab qilishinglar mumkin. Abjoramdagi urug' tuqqanlarim bo'lsin, saboqdoshlarim, do'stlarim bo'lsin, bek deydi menga. Seni ishing bek erkin. Shunda oson pul topsa, o'zing yaxshi ko'rgan ishlarni qilsa, biroz bosh qilmaydi, shunchalik erkin deb o'ylaydi. Amaliyotda hamma ishni o'ziga tushliq jafosi bo'ladi. Menga o'xshash san'at kasbi bilan shug'ullanayotgan bir tarafda o'quvchi tarbiyalayotgan, yana bir tarafdan o'zining shu ishlarini qilayotgan, pul topayotganlar bo'lsa deb yiqanlar. Sizlarga shunda deydigan odamlar jiqmi o'yininglarda. Men cho'qim jiqku deyman. Bir gap esimga kelib qoldi. San'at kasbi bilan, ya'ni alohida kasb, tan tarbiya, muzika, usul, rassomliklarga imtihon bergan yoki shundan ortiqchilik bolalarni cho'nglar burunda nima deb o'ylaydi desanglar, o'qish yaxshi emas, fandini hech qanday bilmaydigan, bular matematika degandeklarni faqat bilmaydigan do'trak o'quvchilar shuni qila oladi. Faqat yaxshi o'qimagan bolalar san'at o'qiydi deb bildi. Amaliyot unda emas. Hozir bularmi ota-onalarning men kallasi ichildi deb o'yladim. Lekin hozirim shunda o'ylaydigan ota-onalarım ko'pkan. Amaliyotda san'at bilan tan tarbiyadan alohidlik va o'quvchilar bo'lsa, odatdagi bolalar emas, ularmi 100 necha bolaning orasidan bir ikkisi chiqadi. Berdiganlar kasbdimi tap-tam yaxshi hamda fannim ilib kerak. Hozirgacha yolg'iz tan tarbiya bilan san'atda imtihon berib bir yerga o'tadigan, o'qish bitirib bir xizmat qilgan yoki danglik odam bo'lgan hech qanday unda ish yo'q. O'qish bitirgan vaqtda cho'qim hamma fanninki, san'at turininki o'qish bitirish, ijodiyat, ko'rgazmasi, usul, muzika hammasidan imtihonga o'xshash o'tab, o'ngishli bitirib diplom bitira oladi. Albatta o'qish bilim intayin qimmat, nurg'un murakkab jarayonlar va nurg'un badallarni talab qiladi. Shunga san'at kasbini tugagan yoki san'at kasbi bilan shug'ullanayotganlarga yoki balanglarningki san'at kasbi ortiqchiligi bor bo'lsa, bir tarafdan qarablam qizg'inlikqa suchasanglar bo'lmaydi. Men san'at maktabda rasm kasbida o'qidim, dashoda bo'lsa shifanlayim shu pedagogika. Maxsus rasm o'quvchilik kasbida o'qidim. Bu jarayonda nurg'un ota-onalarga hamda nurg'un o'quvchilarga uchirdim. Tajribam bo'lsa bu ham degandek nurg'un ota-onalar shularninki san'at kasbida o'qishini ancha qo'llab ketmaydi ekan. Ko'pincha ota-onalar albatta shu ish qo'rilish intayin tez, pul intayin ko'p ketadi deb o'ylaydi. Albatta hamma ish o'zining tirishchilikka bog'liq. Mening qilayotgan ishlarim jafoliq bo'lsa-mu, shunchalik jafo his qilmayman, yaxshi ko'rmayman haqiqatan. Chunki bu kichikimdan tortib o'zim yaxshi ko'rib, o'zim faxrlanadigan nurg'un orzu, armon bilan qilayotgan kasb. Shuning uchun men nurg'un tanlashlardan voz kechib, mana hozirgacha kasbim bilan shug'ullanib kelyapman. Hamda unda xushalik topib kelyapman. Albatta iqtisodiy kirimni yaratib nurg'un natijalarni qo'lga keltirdim. Yolg'iz o'quvchilarni qanday tarbiyalash yoki shu jihatdan natija qozonish emas, balki ijodiyat jihatdan nurg'un izlanishlarni, nurg'un jafolarni boshdan kechirdim. Menga o'xshash o'zlarini o'quvchi tarbiyalayotgan, yana bir tarafdan o'zininki kasbiy ijodiyatlarini qilayotgan, endi pul topayotgan hamda xizmat qilayotganlar bekrak tushunadi. O'quvchi tarbiyalashdagi bilimingiz ayrim bo'ldi. Ijodiyat bo'lsa uning bilan o'xshamaydi. Ijodiyat bo'lsa o'zingizningki o'rgangan narsani sirt, o'zimizningki bir funga bo'lish kerak, shuni izlanib ro'yobga chiqarishimiz kerak. Boshqalar sizni toniydi, e'tirof qiladi. Hamda uningdan belgilik natija qozon qildi hamda kirim qilib bo'ladi. Hozirda shunchalik taraqqiy qilgan, oydan tortib har xil texnikalar taraqqiy qilgan vaqtda, san'at jihatdan nurg'un ijodiyat qilmoqni ta'sirlashib ketayotgan vaqtda bir yangi asarni ko'rsak, cho'qim shularni qo'llashimiz kerak.
Men bu yerda sizlarga qarashimizning ta'sirligida passiv energiya taqtish maqsadim yo'q, faqatla ko'pchilikka to'g'ri holatda mish ota-onalarga hamda bundan kelgusidagi bolalarga, yangidan chiqayotgan san'atkorlarimizga, san'at kasbidgilarga mishni bir tushuntirib qo'yay deb o'yladim. Men shu hozir ko'rib turganlardek, men davomli shu zakaz rasmlarni qilishdan sirt, mana shu oshxona, qahvaxona, uylar organ degandek yerlarniki tomlarga, haykal degandek teklif rasmsiz bir tarafdan kirim yaratqash, bir tarafdan o'zimninki darini namoyon qilib kelyapman. Shu jarayonda hozirgi zamonning ehtiyoji bo'lgan shu cho'qim qilayotgan ishimizni boshqalarga shu tor orqali sunishimiz zarur bo'layotgan ish jarayonida shu tizimli qilib kelyapman. Eng kichik bo'lgan mashina suqishdan tortib, cho'ng bo'lgan necha metrlik tomlargacha o'zim rasm chizib kelyapman. Kichikni kichik demay, cho'ngni cho'ng demay qilib kelyapman. O'quvchilarimni munoyat astoydillik hamda mas'uliyatchanlik bilan tarbiyalab nurg'un yaxshi natijalarni yaratgan bo'ldim. Bundan keyin inshoallohda tirishish hamda nurg'un yangi orzu armonlarim bor, planlarim bor. Oxirida men gapni yig'incha qilsak, san'at kasbi bilan o'xshash o'zalda qilayotganlarni nayt erkin ishlaringizni ayt oson deb ketishga bo'lmaydi. Hozir degandek hamishninki nurg'un qiyinchiliklari, badallari bo'ladi. Gapimni tushuntirib qo'yguchim, mana rasmlarim bitib bo'ldi. Shunda chiroyli chiqdi. Shu ko'rinib turgan to'rt turik sizlardan ama qurgandan keyin oxirida sayl degandek uchun mangdim atsi kelib ko'rib baqqan qurganda pek chiroyli chiqdi deb deyishim bilan bir narsalarni tizib kayya qilib bo'pti. Bundan men hozir dal üzükmi yarab qoldim, aqlımdaki halqa, ondaki qo'limda qaydan ma'lum o'z to'qigan ekan, ijadi yo'q. Bek yaxshi ko'rdim shunda san'atlik. Sizga resming bek yordi, menga beklam yaxshi ko'rdim. Japatatdi, ma'lum og'an yaxshi ko'rgan bo'lsang, sen so'qlay deb mana ko'rayotganinglardek, men taqqan narsalarning hammasini so'qdi. Menga shunda xushal, shunday narsalarni yaxshi ko'rsanglar, shu bizningki maybiyoq resmlar ko'rsang indiki, ko'chirib kirib, sizlar situatsiyalar yoki yasab kelsanglar bo'ladi. Allobansimo shunda xushxuy bek yaxshi. Sizlarga qanday yasalashni o'rgatib qildik. Bizlar meningki bugungi vlogim oxirlashdi. Keyingi filmda ko'rishaylik. Rahmat.